Qo'qonda ayronchi usulda baliq tayyorlanishini bilarmidingiz? Bu baliqlar 3 soatdan 6 soatgacha faqatgina o'tin olovida pishiriladi. Endi shu baliqni yeb ko'ramiz. Qo'qonda yagona bo'lgan ayronchi usulda tayyorlanadigan baliqni yeb ko'ramiz. Bismillah. Qiltanag'i deyarli yo'q. Usti qasir-qusur, ichi vashi sochni. Qo'lim kuydi. Bu baliqda ma'lumot uchun umuman yog' bo'lmaydi ekan. Bu daryo balig'i. Bitta uch xil baliq, daryo, ko'l hamda forel balig'i bor. Neobishniy mazani oqtaradigan o'rtalar bilan kelib yeyish uchun zo'r lokatsiya. Bitta baliqlar narxi, ko'l balig'i 90 ming so'm, daryo balig'i 110 ming so'm. Hamma sevib iste'mol qilgan forel 210 ming so'm ekan. Pomidorga ham o'zgacha mehr berib pishibdi-ku. Bilaman bu video sizga kechqurun qorningiz ochligiga chiqdi. Siz ham buni do'stingizga tashlab, do'stingizni azoblang. Bu baliq nafaqat pishirishi, balki marinovkasidan o'ziga yarasha usullar bor ekan. Men bunaqa baliqni oldin yeb ko'rmaganman. Agar siz ham yeb ko'rmagan bo'lsangiz, bemalol kelishingiz mumkin. Usmon baliqda adresiga keladigan bo'lsa, Oqiy bozor svetofordan Dinamga ketishda o'ng tomonda Saribotirga kiraverishda. Dastavka uchun mana shu nomerlarga telefon qilaveradi. Tamom.